Xitoy hech qanday bir davlatning, hech qanday bir millatning, hech qanday bir xalqning do'sti bo'lmaydi. U dushman u. Biz mana shu safsatani, mana shu tushunchani qurbon bo'lgan Turkiston xalqining bir parchasi bo'lgan Sharqiy Turkistonliklar buni azobini chekyapmiz. Buni bugungi kunda o'zbek qardoshlarimiz, qirg'iz qardoshlarimiz, qozoq qardoshlarimiz, tojik qardoshlarimiz bu baloga mubtalo bo'lmasligini Allohdan tilaymiz. Kelgusi 50 yilda Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekistondan iborat 4 davlatni bosib olamiz deydi. Ey siyosatchilar, sizlar qanaqa odamsizlar? Ey Shavkat Mirziyoyev. Ey Shavkat Mirziyoyev, ey To'qayev, qanaqa odamsizlar sizlar? Bugunga kelib nima qilyapti desangiz, insonning bir xalqning ikki qadrli narsasi bo'ladi. Biri uning dini, aqidasi. Ular shunga hujum qilyapti. Bundan Turkiston xalqi ayrilgandan keyin xuddi Tojikistonga o'xshash bu dinni cheklash orqali davlatni, millatni taraqqiy ettiraman deydi. Ey sen qanaqa taraqqiyot haqida gapiryapsan? Aqling joyidami sening? Aqling joyidami seni? Aqling bormi? Bu millatning aqidasi islom bilan o'ynashyapsanmi? Uni aqidasi senga nima yomonlik qildi? Xitoy shuncha tahlika bilan ostonangga kirib, ajdahosini ko'tarib milliy bayramini nishonlagan bo'lsa, do'konlarni ustiga xitoycha yozuvlarni yozib olsa, seni tilingni pisand qilmasa, buni xavfini his qilmagan bo'lsang, qanday qilib o'zbekman deysan? Bugun qirg'iz oltin qaziladigan kumushkonni Xitoyga beribdi. Xitoy u joylarni o'ziniki qilib olib, xohlaganidek palapartish qazib kovlab, xohlagan ishini qilyapti. Yana nima qoldi senda yana sotmagan? Bitta shu o'zing qoldingmi sotmagan? Shu o'zing qoldingmi? Bundan keyin o'zingni ham sotasanmi? Bu siyosatchilarda aql qayerda qoldi? Bugun qanday qilib Xitoy tarafida Uyg'ur qarindoshimga kelgan narsa menga kelmaydi deb o'ylaysan? Nimaga asosan bunday o'ylaysan? Bunday o'ylashga sabab nima? Ular mana bu boshliqlarni, Shavkat Mirziyoyevni, Qosim To'qayevni, Sadir Japarovni, bularni hammasini qo'g'irchoq deydi. Hammasini qo'rchoq deydi. Qo'rchoq deydi ular. Ha, qo'rchoq bu. O'zbekistonga xitoyliklar vizasiz kirish rejimini qo'lga kiritishdi-ku. Xiyonatdan boshqa narsa emas bu. Bu Xitoy eng xatarli, qo'rqinchli, qabih dushman, tajovuzkor, ishg'olchi, qaroqchi, Turkiston diyorida yashashga haqqi yo'q. Haqqi yo'q, yashatmaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hoji Abduqodir aka, bizning taklifimizga, iltimosimizga yo'q demasdan tashrif buyurganingiz uchun sizga rahmat aytamiz. Xush kelibsiz. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Men rahmat aytaman. Men xush bo'ldim. Alloh rozi bo'lsin. O'zingiz haqingizda biroz tanishtirsangiz, tushuncha bersangiz, undan keyin inshaalloh shu Xitoy haqidagi mavzuyimizdagi savollarni beramiz. Mening ismim Abduqodir Yapchan. Sharqiy Turkistonning Qashqar, Yangi shahar tumani Yapchan qishlog'idanman. Men 1958-yilda tug'ilganman. O'rta maktabning 7-sinfgacha o'qiganman. 7-sinfga yetganimda Xitoyning qamoqxonasiga tashlanganman. Qamoqdan 6 yildan keyin chiqdim. 14-15 yoshimda kirganman. 7-sinf vaqtimda 14 yoshimda qamoqqa tashlanganman. Yana 3 ta o'quvchi ham qamoqqa olingan. Nima sabab bo'lgan? Bizda yosh paytimizdan Sharqiy Turkiston degan davlat qurish orzusi bo'lgan. Bizda bu otamizdan, onamizdan bor bir ruhiyat. Sinfdoshlar ham o'zaro Sharqiy Turkiston davlati haqida ko'p suhbat qurar edik va 14 yosh vaqtimizda shu fikrlar mahsuli o'laroq amaliy ishga o'tdik va 14 yoshimizda qamoqqa tashlanganmiz. Qamoqda 6 yil qoldim. 6 yilning 2,5 yili 2 metrlik kichkina bir kishilik kichkina kamerada qoldim. Bir kishilik kamera. 3,5 yilini og'ir mehnat tarziga almashtirilib, Qashqardan 75 kilometr uzoqlikdagi Taklamakonning ichida Qalg'ich degan joydagi qamoqxonada qoldik. Bu vaqt mobaynida juda ko'p siyosatchilar bilan, ilm ahllari bilan tanishdik. Yana ustozim bor edi. Kitobini ham sizga taqdim qildim. Abdulkarim Mahsum hoji degan kishi edi. Shu odam bilan ham tanishdik. Undan keyin siyosiy arboblar bilan ham tanishdik. Biz bu vaqtlarni ham Xitoyning jazo lagerlarida ham Yusuf alayhissalomning maktabida o'tkazdik. Ham u joylar bizga hayot maktabi bo'ldi. Hazrat Yusuf alayhissalomga o'xshab qamoqda qoldik. Hazrat Yusuf alayhissalom. Biz qamoqdan 1979-80 yillari ozodlikka chiqdik. 80 yildan 90 yilga qadar ustozimizda ilm tahsil qildik.
o'qidik. ham diniy jihatdan, ham fikriy jihatdan Sharqiy Turkiston xalqini Xitoy ideologiyasiga qarshi fikrlarini uyg'onishi uchun da'vat olib bordik. 1990-yildan keyin Boring degan joyda jihodiy harakat boshlandi. Shundan keyin Xitoy juda ham ko'p insonlarni qamoqqa oldi. O'sha payt meni ham jihodga aloqadorligimni topa olmay, aybimni isbotlay olmaganda ham 3 yil qamoqda qoldim. U yerdan chiqib 3 oydan keyin yana qamoqqa oldi. U yerda yana 3 yil qoldim. 1996-yil 6 oyda ozodlikka chiqdim. 1997-yil 1 oyda bir kishini pasportiga o'zimni rasmimizni qo'yib, Saudiya Arabistoni Jidda shahriga uchib keldik. Ramazonni 15lariga to'g'ri kelar edi. Ikkinchi marta qamalganimda 6 yil, birinchi qamalganimda ham 6 yil. 12 yil. 12 yil qamoqda o'tirdim. 12 yil o'tirdingiz. Hozir mana Xitoy O'zbekistonga sekin-sekin kirib kelyapti. Xitoyda xavfli deb aytsak, yo'q deyapti. Xitoy yaxshi hamkor, investor, foydali deyapti. Shu narsalar haqida siz nima fikr bildirasiz? Tamam. Bu xato tushuncha. Buni zehn buzuqligi deymiz, aqlni cheklanishi. Bizning Uyg'urcha, turkcha aytganda aqlni batamom chekinishi, fikr buzuqligi, umuman aytganda ahmoqlik. Tamamen ahmoq o. O'zini kimligini tanimaslik. Nima uchun bular Xitoyni hamkor deydi degan masalani o'ziga kelsak, o'zbek xalqi, Turkiston xalqi deylik, Turkiston xalqini hammasi o'zini, o'zligini tanimaydi, bilmaydi. Men kim, do'stim kim, dushmanim kim, dushman deb kimga aytiladi, do'st deb kimga aytiladi degan tushunchani bilmaydi. Lug'atni bilmaydi. Ha, Xitoy hech qanday bir davlatning, hech qanday bir millatning, hech qanday bir xalqning do'sti bo'lmaydi. U dushman u. O dushman o. Biz mana shu safsatani, mana shu tushunchani qurbon bo'lgan Turkiston xalqining bir parchasi bo'lgan Sharqiy Turkistonliklar buni azobini chekyapmiz. Buni bugungi kunda o'zbek qardoshlarimiz, qirg'iz qardoshlarimiz, qozoq qardoshlarimiz, tojik qardoshlarimiz bu baloga mubtalo bo'lmasligini Allohdan tilaymiz. Allohdan tilaymiz. Va biz bularni ogohlantiramiz. Xitoy Turkiston xalqini azaliy dushmani, abadiy dushmani. Do'st bo'lishi mumkin emas. Ular bilan hamkorlik degan narsa yo'q. Hamkorlik deganda ularni tushunchasida Turkiston yerlarini qanday qilib o'z yerlariga qo'shib olamiz deydi. Masalaning nozik nuqtasi shu. Xitoy 2022-yilda shunday bir qarorni ma'qulladi. Xitoyning markazini, ikkinchi poytaxtini Qashqar qilamiz dedi. Sizningcha nima uchun Qashqarni Xitoy poytaxti qilmoqchi? Qashqar Xitoyning poytaxti emas. Turkistonning poytaxti bo'lsa, Xitoy nimaga Qashqarni poytaxt qilamiz deydi? Biz 2050-yilga kelib Uyg'urlarni tag tugi bilan yo'q qilamiz deydi. U paytgacha O'rta Osiyodagi Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekiston, Tojikistonning 50%-ni yo 70%ni olib bo'lamiz deydi. Xitoy doim ikki yo'lni qo'llaydi. Biri diplomatik yo'l bilan Turkiston diyorlariga, O'rta Osiyo diyorlariga bostirib kiryapti. Ikkinchisi iqtisodiy yo'l orqali Turkiston diyorini bosib olyapti. Chunki kommunist ruslarni paytida og'ir iqtisodiy qiyinchiliklarni boshdan kechirgan Turkiston xalqi bugun boy bo'lish orzu istagida yashayapti. Boy bo'lib o'lsak bo'ldi deyapti. Boylikni qayerdan izlayapti? Xitoydan izlayapti. O'zini rizqini, o'zini hayotini, o'zini taraqqiyot kalitini, madaniyatini, urf-odatini, hamma narsani qurbon qilish evaziga Xitoyni birdan-bir saxovatchi deb o'ylayapti. Bu bir katta xatoga yo'l qo'yish. Bu bir ahmoqlikdan boshqa narsa emas. Bunga barcha Turkiston xalqi jiddiy bir shaklda ahamiyat berish kerak. Bunga 3 toifa kishilar jiddiy ahamiyat berishlari kerak. Birinchisi siyosiy arboblar, siyosiy rahbarlar. Ikkinchisi ilm ahli, Olimlar. uchinchisi iqtisod egalari. Shu toifa kishilarning jiddiy ahamiyat berishi orqali Xitoy bilan bizni o'rtamizdagi bu masala qanday masala? Xitoy bilan biz qanchalik iliq muomala va munosabatda bo'lishimiz kerak degan narsalarga e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Xitoy Turkiston xalqining tarixiy dushmani. Turkiston xalqlari islomni qabul qilmasdan ham avval dushman edi. Buyuk Xitoy devorini qurishiga ham biz sabab bo'lganmiz. Bizdan qo'rqqani sabab bu devorni qurgan. Bu tarixiy dushmanimiz. Hech qaysi siyosatchilar, hech qaysi ilm ahllari, hech qaysi iqtisodchilar buni do'stga aylantirishga haqqi yo'q. Bugun O'zbekiston davlatining siyosiy rahbari bo'lishingiz mumkin.
Qirg'izistonning siyosiy rahbari bo'lib iqtidorda bo'lishingiz mumkin. Tojikistonning, Qozog'istonning iqtisodiy va siyosiy rahbari bo'lishingiz mumkin. Ammo bu sizdagi bu hokimiyat va hukmronlik O'rta Osiyo diyorini Xitoyga sotib yuborishga olib bormasligi kerak. Agar olib boradigan bo'lsa, bu katta falokat. Shuning uchun biz boshdan oxir ogohlantirib kelyapmiz. Nima uchun Shanxay hamkorlik tashkilotiga sizlarni qo'shdi? Bu narsalar nima uchun deb o'ylaysiz? Bugun Turk davlatlari ittifoqi degan narsa qurildi. Nihoyatda bizni xursand qiladigan harakat. Bir faoliyat bu. Bu juda muhim narsa. Bunga Turkiya boshchiligidagi qolganlar ham jiddiy ahamiyat berishi lozim. Bunga siyosiy, iqtisodiy, askariy, til, urf-odat, madaniyat shu bilan bir qatorda umumiy bir til va umumiy bir uslubda qo'llaniladigan yozuv tashkil qilmasa bo'lmaydi. Bu turkiy davlatlar birlashmasa bo'lmaydi, chunki bu hozirgi zamonning taqozosi. Bunga ehtiyoj katta. Hozirgi kunda ikki narsa: siyosiy fikr va siyosiy iroda. Jiddiy bir shaklda siyosiy irodani shakllantirish kerak. Bu barcha Turkiston rahbarlarining qilishi kerak bo'lgan zarur ish. Bu ish qaysi ish deganda turkiy davlatlarni ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va harbiy jihatdan jamlab turadigan bir turkiy davlatlar tashkiloti qurishga va hammani shu fikrga undashimiz kerak. Aks holda Xitoy aholisi juda ham ko'p. Nüfus ko'p u millat. Bugun Xitoy bir davlatga qurol ko'tarib bormaydi. Diplomatiya kuchi orqali, diplomatiya yo'li orqali bosib kiryapti. Bugungi kunda %30% O'rta Osiyo mamlakatlari Xitoy ishg'oli ostida. Bu qo'rqinchli holat bu. Bugun siyosatchilar nima ish qilyapti? Tarixshunoslar, adabiyotchilar, iqtisod egalari pul topsak bo'ldi deydi. Ular nima bilan band? Bularning vazifasi nima? Buni jiddiy shaklda ogohlantirish orqali Xitoyga qarshi harakat qilishimiz kerak. Xitoy devorining tashqarisida yashaydigan Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarning Xitoyga qarshi turishida, mujodala qilishida O'rta Osiyo turkiy davlatlarining hammasiga juda katta foydasi bor. Agar biz bu faoliyatni to'xtatar ekanmiz, Sharqiy Turkistonni tamoman yutib ketgan zamon O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston 70% ishg'ol bo'lib bo'ldi degan gap. Bu 5 davlat aqlini yig'ib, Sharqiy Turkistonni siyosiy ozodligi uchun ovoz berish kerak, birlashishi kerak. Agar yordam bermas ekan, Xitoyga yem qilib beradi. Bunday qo'yib qo'yishga hech kimning haqqi yo'q. Biz oxirgi 30 yildagidek Xitoyga qul bo'lib qolmagandik. Biz tarixdan Turkiston xalqi Xitoy bilan urushib keldik. Tarixda hech bular bilan do'st tutinmadik. Tarixda bir do'st bo'lib boqmadik. Mayli islomdan avval bo'lsin, keyin bo'lsin. Mayli miloddan avval bo'lsin, Turkiston xalqi Xitoy bilan qurolli mujodala berib kelgan. Do'st bo'lib, ahil inoq bo'lib o'tgan vaqtimiz bo'lmagan. Do'st bo'lishimiz mumkin ham emas. Bu Turkiston xalqi bilan Xitoyning orasida do'stlik degan rishta yo'q. Dushman degan lug'at bor. Ammo do'stlik degan so'z bo'lmaydi. Bo'lishi mumkin ham emas. Sovetlar ittifoqi parchalanib, O'rta Osiyo mamlakatlarini 5 ta davlat mustaqillik e'lon qilinganida, bizni mustaqil bo'lishimiz bu davlatlar bilan chambarchas bog'langanligi uchun biz ham yaqin 10 yil ichida mustaqil bo'lamiz. Mustaqillik harakatimizga O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va Turkiya boshliq bu turkiy davlatlar bizga yordam beradi deb o'ylagandik. Butun Sharqiy Turkiston xalqimizning umumiy tushunchasi shunaqa edi. Xalqimizning umumiy fikri shu. Hozir ham shuni kutadim, hozir ham. Bizdan kutadi. Hozir kutmaydi. Nima kutib bo'ladimi? Hozir esa kutmaydi. Chunki bu orzular sarobga aylandi. Biz o'zbeklar bilan turkmanlar bilan adabiyotimiz bir, urf-odatimiz bir. O'rtamizdagi farq Sovet ittifoqi O'rta Osiyoni bosib olgandan keyin yuzaga kelgan. Unaqa bo'lmaganda edi, farqi yo'q edi. O'zbek bilan Uyg'ur bir. Hech qanday ularni ajratib turadigan narsa yo'q. Shuning uchun ular bizni mustaqilligimizga yordam beradi degan tushunchada edik. Lekin Xitoy tomonida bo'lib, Xitoy bilan hamkorlik qilib, ulardan foyda keladi-ku, eng qo'rqinchli tushuncha shu. Buni men ko'p marta Uyg'ur tilida so'zlaganman. Bizga azob berayotgan narsa ham shu. Bizning odamlarimizni Bizni Uyg'urlarimizni O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston bu 4 davlat Xitoyga ekstraditsiya qildi.
Ularning orasida Xitoyning iskanjasiga, zulmiga chiday olmay Makkaga hijrat qilib chiqqan qardoshlarimiz bor edi. Ularni Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston va Tojikiston Xitoyga qaytarib berdi. Hammasini qaytarib Hammasini qaytarib berdi. Ular nima deydi desa, bizni terrorchi deydi. Xitoyni terrorchi demaydi. Bu qo'rqinchli narsa. demaydi. Bu ajoyib qo'rqinch. Xitoyni xavf demaydi, bizni xavf deb ko'radi. Ey, biz qanday qilib xavfli bo'lamiz? Seni Uyg'ur qardoshlaringmiz-ku. Xitoy nega xavfli demaysan? Xavf aslida qo'rqinchli holat aslida Turkiston xalqi uchun, O'zbekiston uchun, Qirg'iziston uchun, Qozog'iston uchun, Tojikiston uchun, Turkmaniston uchun eng qo'rqinchli, xatarli terrorchi dushman, asli va azaliy dushman Xitoy bu. Biz sening yurtingni bosib olmaymiz-ku. Sening yurting bizni yurtimiz, bizni yurtimiz sening yurting. Shuning uchun Sharqiy Turkiston degan nomni mahkam ushlab turibmiz. Bu Turkiston xalqini umumiy vatani ekanini eslatib turmoqchimiz. Bu diyorlar Xitoyning yeri emas. Xitoy ishg'olchi, tajovuzkor, bosqinchi, qaroqchi. Xulosa qilib aytganda, eng razil va iflos dushman bu Xitoy. Turkiston diyorida va Sharqiy Turkiston diyorida tuproqlarida yashashga haqqi yo'q. Yashash haqqi yo'q. Yashatmaymiz. Bizning siyosiy qarashimiz bu. Buning uchun barcha Turkiston xalqi Xitoy xavfidan va jinoyatidan jiddiy ogoh bo'lishi, buni jiddiy dushman deb bilishi, ularni qanday tarzda kirib kelishidan qat'iy nazar bundan ogoh bo'lib, bunga qarshi turib xalqni ogohlantirishi, Xitoy bu tuproqlarni bosib oladi degan tahdiddan siyosatchilar, iqtisod egalari, tijoratchilar butun xalqni uyg'otish kerak. Biz Qashqarni poytaxt qilamiz degani kelgusi 50 yilda Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekistondan iborat 4 davlatni bosib olamiz deydi. Xitoyni yerlariga qo'shib olamiz deydi. Shunday bir xavf bor. Bu xavfdan saqlab qolishning birdan-bir yo'li Sharqiy Turkistonliklar, ya'ni bizlar. Siyosatchilar bu narsaga aql yuritishlari kerak. Bu siyosatchi degani o'tmish, bugun, kelajakda sodir bo'ladigan ishlarni payqaydigan, unga qarshi strategiyalarni ishlab chiqadigan odam deganidir. Bugun siyosatchilarimiz faqat boy bo'lishni o'ylayapti. Sen o'tmishdan Xitoyga suyanib yashaganmiding? Nima uchun sen Xitoyni saxovatchi, bizni hamkorimiz, iqtisodiy jihatdan boy qiladigan xaloskorimiz deb o'ylaysan? Bu Turkiston diyorida neft bor, shundaymi? Ishchi kuchi bor. Unumdor yerlar bor, yer osti boyliklari, yer usti boyliklari bor, xalq bor. Nima yo'q? Siyosiy iroda yo'q. Bu haqiqiy yo'qsizlik. Bu faqirlik hamma boyliklarni faqirlikka aylantiradi va xalqni boyliklarini Xitoyga sotilishiga sabab bo'ladi. Qozog'iston ham, Qirg'iziston ham, O'zbekiston ham Xitoyga sotdi. Tojikiston ham asosiy yerlarni sotib bo'lgan. Biz shu narsalarni guvohi bo'lyapmiz. Shuning uchun mayli afg'on xalqi bo'lsin, mayli tojik xalqi bo'lsin, mayli turkman, mayli Turkiya xalqi bo'lsin, mayli qozoq, qirg'iz, o'zbek bo'lishidan qat'iy nazar hammamiz bir millatmiz. Bir e'tiqod, bir aqidadamiz. Biz qozoq qirg'izdan qiz olamiz. Qiz bera olamiz. Ular tayyorlagan taomni yeya olamiz. So'ygan jonlig'ini yeya olamiz. Ammo Xitoynikini yeya olasizmi? Xitoy mushukni, sichqonni yeydi, shundaymi? Ham sichqonni, ham mushukni Xitoy yeydi. Bu itni ham Xitoy yeydi, maymunni ham yeydi. Cho'chqani ham yeydi, ilon, chayon, qurt, qo'ng'izni ham yeydi. Odamda homila tushib qolgan homilasini ham yeydi. Kerak bo'lsa tirik insonni ham yeydi. Xitoyning tabiati mana shu. Biror turkiy xalqlarda bormi shunaqasi? Uyg'urni ko'rdingizmi, qozoqni ko'rdingizmi, qirg'izni ko'rdingizmi, o'zbekni ko'rdingizmi, tojikni ko'rdingizmi, turkmanni ko'rdingizmi, tatarni ko'rdingizmi? Shuni o'zidan ham bilsak bo'ladiki, Xitoyni naqadar vahshiy, qabih maxluq ekanligini. Men yuqorida aytgan narsalarni biror yirtqich hayvon yesa, mazasi qochib qoladi. U hayvonni kallasi ketadida uni doktorga olib borish kerak bo'ladi. Ammo Xitoy shuncha narsani yeb ham balo urmay yuraveradi. O'sha bezarar ko'ringan Xitoy bugun Turkiston pok zamini tuproqlarini bosib kirib, ayol qizlarimizga tajovuz qilmoqda.
Bu narsalarning hammasi ikki xil odamlarning beparvoligi va ahmoqligi sabab bo'lyapti. Biri siyosatchilarning, ikkinchisi olimlarning. Bu olimlar deganimizda mayli diniy, mayli dunyoviy olimlar bo'lsin, bular ogoh turmas ekan, bu xiyonat bu ikki toifa odamning zimmasiga tushadi. Yana hozir sizlarda yeringlar shunday joylashganki, Sharqiy Turkiston bilan bu yoqdagi O'rta Osiyoni, Xitoyni o'rtasini to'sib turuvchi bu devon edi. Sharqiy Turkiston bu qolgan O'rta Osiyolarni himoya qilib turgan bir bufer zona edi. Agar ana shu joydan oshib o'tsa, Sharqiy Turkistonni yengib bo'lsa, bizlarni O'rta Osiyo yerlarini ham ular olishni ko'zlagan. Öyle. Birinchi uning uchun sizlarni yeringlarni bosish kerak edi. Endi sizlar bu oxirgi bosqichda turibsizlar. Ya'ni bu Xitoy boshida keldi, qandaydir boshlandi, nimadirlardan boshlandi va oxirgi bosqichi hozir umuman Uyg'urlarni boshini ko'tarib Yo'q qilib deydi. Yo'q qilib. Biz ana shu bosqichni boshida turibmiz. Bizga Xitoy sekin-sekin kirib kelyapti. Mana shu sizlarda sodir bo'lgan xatolar, kamchiliklar, qanday xatolar bo'lganida, qanday ularni yaxshi qabul qilgansizlar. Biz ana shu qaysi narsalarga e'tibor beraylik. Xitoy boshlanishida qanday kirib keladi? Mayda-mayda qadam bilan qanday kirib keladi? Shu birinchi bosqichini gaplashaylik. Hozir oxirgi bosqichini aytyapmiz. Birinchi mana hozir Xitoy eshigidan kirib kelyapti. Qanday ko'rinishda kirib keladi? Qanday odamlarga yaxshi gapiradi? Shular haqida gaplashaylik. Eng muhim bo'lgan qismi bu. Biz hammamiz birgalikda bu millatimizni fikrini uyg'otishimiz kerak edi. Men bir vaqtning o'zida Uyg'ur, bir vaqtning o'zida o'zbek, bir vaqtning o'zida qirg'iz va bir vaqtning o'zida qozoq, bir vaqtning o'zida turk, bir vaqtning o'zida tatar, bir vaqtning o'zida turkmanman. Bu tuproqlarning hammasi mening vatanim. Xuddi shu tushuncha hamma Turkiya xalqlarida bo'lib ham olimlarda va siyosatchilarda bo'lishi kerak. Hamda Xitoyni sizni savolingizga kelsak, Xitoy Sharqiy Turkistonni Shinjon deb ataydi. Sharqiy Turkistonni tinch ozod qildik deydi. Tinch ozod qildik deb aytadi. Xalqimizga shu tushunchani singdirib, Sharqiy Turkistonni ozod qildik deydi. Ozod qilmadi, aslida ishg'ol qildi, zulm qildi. Buni qanday qildi deysiz? Dastlab to Yoqubbekni zaharlab, suiqasd qilib, shahid qilib o'ldirgandan keyin Zuzungtang degan bir manjur jallod xumpar bosib kirib Sharqiy Turkistonni Shinjon deb o'zgartirgan. Shu shaklda bu ism shu kungacha qo'llanilib keladi. Shinjon degan so'zni o'zi ma'nosi xitoycha so'z bo'lib, ishg'ol qilingan, bosib olingan, qo'shib olingan yerlar ma'nolarini anglatadi. Bu Shinjon degan so'zni Xitoy o'zgartirmadi ham. Shinjon deb atalishning o'zi ham 130-150 yil avval Xitoy tarafidan bosib olinganini birdan-bir dalili ham shu. Endi to 1946-yilgacha O'rus jallod kommunist hukumatı Alixon To'ra Sog'uniyni o'g'irlab ketib, o'rniga Ahmadjon keldi. 1949-yilga qadar Xitoy bilan bizni oramizda kurash davom etib kelgan. Qarshilik. Qurolli to'qnashuvlar, qarshiliklar, janglar davom etib kelgan. Jihodiy harakatlar davom etdi. Bu qarshiliklar to'xtab qolmadi. Bugungacha davom etdi. Bundan keyin ham davom etadi, to'xtamaydi. Undan keyin 49-yilga kelganda Xitoy Kommunistik partiyasi Qizil armiya degan nom bilan Sharqiy Turkistonga bosib kirdi. Sharqiy Turkistonga bosib kirganlik. Xitoy kelgan paytida oyog'ida qamishdan va pichandan bo'lgan shippaklarda kelgan. Sharqiy Turkiston kirib va kambag'al yo'qsillarning eshiklarini oldini supurib tozalab bergan, suv olib kelib bergan, chiqindilarni to'kib bergan, oddiy yumushlarni beg'araz qilib yurganini ko'rgan xalqimiz aytdiki, bular juda yaxshi insonlar ekan. Yaxshi xalq ekan. Bular Xudoning mo'min bandasi ekan deb yuborishdi. Kofirni ham yuvosh mo'min banda ekan deb ijobiy qabul qildi. deb qabul qilgan. Bu qul bo'lishning, mustamlaka bo'lishning boshlang'ich nuqtasi shu bo'lgan edi. Bularni sahiy deb bilish, bizga yordamga kelgan, ishonchli hamkor, bizni boyitadigan xalq shular ekan deb qabul qilish ofatning o'zi bo'lgan, qabohatning o'zi. Ishg'olni fikran qabul qilib bo'linganini o'zi edi. Bizni xalqimiz bu fikr bilan bu saxovatchi odamlar, mo'min odamlar degan tushunchalar bilan miyasini to'ldirib olishgan. To'ldirib olgandan keyin bularni dushman desa ham ishonmaydigan bo'lib ketgan.
Mana shu tushuncha falokatni boshlang'ich nuqtasi edi. Mana shu tushuncha bugun O'zbekistonda bor, Qozog'istonda bor, Turkiyada bor, Turkmanistonda bor. Mana shu tushunchalar hamma islomiy diyorlarda bor. Bu o'zimga falokat hozirladim degani bo'ladi. Bu tushunchani qabul qilishni o'zi meni falokatim hozirlandi degani bo'ladi. Xitoy qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar uni qabul qilyapman. Bundan keyin boshimga nima kelsa, o'zimdan ko'raman. Men shu narsalarga haqli bo'laman degani bo'ladi. Shu bilan Xitoy kirdi. Ularni hokimiyat deb qabul qilishni boshladi. Hukumat bilan fuqaro teng bo'la olmaydi. Xuddi tuxum tosh bilan teng bo'la olmagani kabi. Bosqon bilan yong'oq teng bo'lmagani kabi. Bular hukumat, biz fuqaro. Biz bular bilan teng kela olmaymiz. Biz bularga bas kela olmaymiz. Ular tosh, biz tuxum, ular bosqon, biz yong'oq, biz tuxum deb o'zini yutqazganligini qabul qilgan. Teng kelinmaymiz. Ular kuchli edi. Ular kuchli, ular hukumat, biz fuqaro. Mustamlaka mana shu joydan boshlandi. Shu joydan boshlandi. Bugungi Sharqiy Turkiston xalqining aziyati shu joydan boshlangan. Mana yuqorida aytilgan narsalar bizni qarindoshimiz bo'lgan boshqa turkiy xalqlarni boshiga kelyapti. Ey siyosatchilar, sizlar qanaqa odamsizlar? Ey Shavkat Mirziyoyev. Ey Shavkat Mirziyoyev, ey To'qayev, qanaqa odamsizlar sizlar? Sen iqtidorga kelib boshqaruvni qo'lingga olishing mumkin, ammo bu tuproqlarni va xalqni Xitoyning tahlikasiga tashlab qo'yishga haqqing yo'q. Xitoyning tahlikasiga etishing haqqing yo'q. Bu dahshatli narsalar. Bugunga kelib nima qilyapti desangiz, insonning bir xalqning ikki qadrli narsasi bo'ladi. Biri uning dini, aqidasi. Ular shunga hujum qilyapti. Buni hujum qilg'ilgandi. Masjidlarni buzish, Qur'oni karimlarni yoqish, yo'q qilish, undan keyin ayol qizlarimizga tajovuz qilishi, erkaklarni qamab, ayollarni Xitoyga qo'shib qo'yishi. Xitoy degani najas degani. Najas, to'g'ri. Najas bular. Qur'onda tilga olingan najas shular bo'ladi. Qur'onda tilga olingan kofir mana shu Xitoy bo'ladi. Qur'onda tilga olingan mushrik mana shu Xitoy. Qur'onda tilga olingan adashganlarning asosiysi Xitoyda, ulardan qolgani dunyoning boshqa yerlarida. Xitoy butkul insoniyat uchun, islom uchun, ummat uchun, millat uchun eng tahlikali, vahshiy dushman bo'ladi. Chunki xitoyliklar o'zlarini bayram kunida O'zbekistonda ko'tarib chiqdi-ku ajdarxonni. Bayroqlar ko'tarib, Chag'anda Paradlar o'tkazdi-ku, mana shu bosib bo'ldik degan gap bu. Ishg'ol qilib bo'ldik degan gap bu. U ajdarxon nimani anglatadi deganda 3 narsani yig'indisi. Chayonning, ilonning, ajdarxonning boshi. Bu shunday ramziy ma'noga egaki, biz hammani chaqamiz, hammaga zaharli nishimizni uramiz degani bo'ladi. Hammadan zaharlik nishlarimizni uramiz degan bo'ladi. Biz hayotdagi har qanday narsani dushmanimiz. Biz bir vaqtning o'zida ham ilon, ham chayon, ham ajdarxo, ham 7 boshli yalmog'izmiz demoqchi bo'lishadi. Bu sifatlarni hammasi xitoyliklardan kelib chiqqan. Xitoy bu xususiyatlarni hammasini yashirib, o'zini saxovatchi qilib ko'rsatyapti. Yo'q gap, saxovatchi qilib ko'rsatyapti. Bundan yana 10-20 yil o'tgandan keyin o'zbeklarni hammasini qamaydi. Olimlarni qamaydi, siyosatchilarni qamaydi. Qirg'izistonda ham, Qozog'istonda ham shunday. Turkmanistonda ham, Tojikistonda ham shunday qiladi. Shunday xatar bor. Shuning uchun hamma O'rta Osiyo siyosiy rahbarlarini birdek ogohlantirishimiz, Xitoy ularning davlatining, insoniyatning, din va dindorlarning, islomning, barcha ummatning, barcha millatning umumiy dushmani, azaliy va abadiy qabih dushmani. Shu dushmanni yaxshilab tanib olish va shunga qarab muomala va munosabatda bo'lishini tavsiya qilamiz. Shu bilan birga bizning turkiy qardoshlarimiz bo'lgan, mening ham qarindoshim bo'lgan, hamma narsam bo'lgan o'zbek, qirg'iz, qozoq, tojik, turkman va turklarni Xitoyning xavfidan hushyor, ogoh va sergak turishini tavsiya qilamiz. Va ogoh turishini tavsiya qilamiz. Yana hojibo mana qarang, hozir dinga qarshi kurashish avjida, dinga berilmaganlarni, dindor emaslarni hozir tegmayapti. Faqat dindorlarni olyapti, soqoli uchun, hijobi uchun, qayerda ko'rsa ushaydi. Telefonini tekshiradi, masjidga kirgizmaydi.
Xo'p, Sharqiy Turkistonda ham xuddi shu holat bo'lganmi? Ya'ni avval dindorlarga tegib, dindor emaslarga tegmaydi-da, bularni yo'qotib olgandan keyin bularga navbat kelganmi? Masala aşağıdan başladı zaten. Hammasi shundan boshlandi zotan. Boshlangan qismi, boshlangan yeri ham aynan shu joy. Nima uchun deganda Xitoy xalq o'laroq mushrik, ya'ni najas. Siyosiy tuzum o'laroq kommunist. İnson ko'ringani bilan inson emas bular. Bu insan değil bu. İnsongarchilikka oid bo'lgan, insoniy qadr-qimmatga ega bo'lgan hech bir narsasi yo'q. Qadr qimmatga oid bo'lgan hech bir yer yo'q Xitoyning. Ey Xitoy, ko'rsat menga. Ey Xitoy. Aytganlarimni yolg'on deb ko'ring-chi. Bugun ilm-fan orqali, sun'iy intellekt orqali buni isbotlab ham beraman. Bugun yapay zeka orqali isbotlab beray. Sun'iy intellekt orqali. Ha. Xitoyning najas ekanligini, inson emasligini, bu najosatga qarshi o'zini pokligini isbotlaydigan birdan bir narsa bor. U ham bo'lsa islom. U iymon. Islomning hammasi, go'zal ijtimoiy va siyosiy axloqiy muomalasi muhim o'rin tutadi. Buni vayron qilmay turib, bu millatni yo'q qilib bo'lmaydi. Xitoy shundan boshladi hamma ishni. 1949-yil bostirib kirib 7-8 yildan keyin yer inshooti nomi ostida odamlarni yerlarni tortib oldi. Undan keyin erkinlik, hurriyat nomi ostida odamlarni dinini cheklab vayron qila boshladi. Chunki bu millatni yo'q qilish, bu tuproqlarni bosib olishdan iborat bo'lgan maqsadiga yetishish uchun bu millatni yo'qotish kerak. Bu millatni millat qilib turgan bu uning aqidasi, tushunchasi islomni yo'q qilishdan boshladi. Bugun O'zbekistonda ham xuddi shunday qilmoqchi. Qirg'iziston, Qozog'istonda ham shunday qilmoqchi. Bu islom dini hech qaysi davlatning, hech qaysi bir siyosiy harakatning dushmani emas bu. Bu hattoki dushmanlik qilganlarga ham qanday yaxshi muomala qilishni o'rgatadi. Bu islom dini hech kimni dushmani emas. Bu islom dini Turkiston diyorini birdan bir saqlab qoladigan ma'naviy va fe'liy va qavli asraguvchi qalqon bu. Bundan Turkiston xalqi ayrilgandan keyin xuddi Tojikistonga o'xshash bu dinni cheklash orqali davlatni, millatni taraqqiy ettiraman deydi. Ey sen qanaqa taraqqiyot haqida gapiryapsan? Aqling joyidami sening? Aqling joyidami seni? Aqling bormi? Bu millatning aqidasi islom bilan o'ynashyapsanmi? Uni aqidasi senga nima yomonlik qildi? Xitoyning bosib kirishiga, Xitoyning bu tuproqlarni va bu xalqni yo'q qilishiga ma'naviy zamin yaratyapti bu xoinlar. Bunday qilishga haqqi yo'q. Bu bir millatning aqidasi, dunyo qarashi, har qanday narsadan qiymatli narsa bu. Bu yo'q qilgandan keyin na tuproqning, na boylikning ahamiyati yo'q. Bu Xitoy birinchi dinga qarshi kurashadi. Madaniyat inqilobi nomi ostida bu Xitoy birinchi dinga qarshi kurashadi. Madaniyat niqobi ostida masjidlar buzgan, Qur'onni yoqadi. Butun Turkiston xalqining eski diniy asarlarini yoqib tashladi. Adabiyotlarni ham yo'qotib tashladi. Ahmad Yugnakiyning Atabatul Haqoiq asari, Yusuf Xos Hojibning asarlari, Mahmud Qashqariyning asarlari, Masnaviy shu asarlarning hammasi O'rta Osiyo xalqlarining umumiy o'rtoq asaridir. Bu asarlarni eskilarni hammasi o'qiy oladi. Masalan, Qozon bosmasini ham hamma o'qiy olar edi. Xitoy devori tashqarisidan to Anadolu tuproqlari orasida yashaydigan turkiy xalqlar o'qiydigan va biladigan bu asarlarni yo'q qilib yubordi, yoqib tashladi. Bu mana shu dindorlarga kurashganda dindor emaslar bu bizga aloqasi yo'q deb o'ylaydi-da. Ularga ham navbat keladimi, shu qanday bo'ladi? Bu Bizga aloqasi yo'q deyishlik bu aql yuritmaslik, dindorlik emas bu. Musulmon bo'la olmaydi. Bu islomni tushunmaydi ular, islomni tanimaydi. Islom birinchi o'rinda o'zligini tanitadigan narsa. Islom qarshidagi kishini tanitadigan narsa. Sen bugun o'zingni ham tanimaysan-da, bu ishlarga mening aloqam yo'q desang, nima qilib yuribsan? Har seni o'ylagan o'yingdan boshlab kundalik hayotingdagi faoliyatingga islom baho berib boradi. Agar bu tushunchalardan yiroq bo'lsang, namoz ham o'qiy olmaysan.
Bugun Xitoyning yurtga kirib kelishi, dindorlarga qarshi kurashi bizni aloqador etmaydi deb bir mulla yoki bir olim yoki bir ziyoli yoki kim bo'lsa ham biror kishi aytsa, demak u insoniylikdan chiqibdi. Yurtingga bir qabohat, razillik, ajdaho, chayon, ilon diplomatiya orqali kirib olyapti. Buni farqiga bormagan bo'lsang, buni sababi sendagi aql yuritmaslikni boshlanish nuqtasi shu bo'ladi. Xitoy devori bilan Toshkent, Samarqand, Buxoro, Qashqarning oralig'i necha kilometr? Qashqarning oralig'i qanchalik? 6000, 7000 kilometr. Shuncha uzoq joydan kelib Shanxay tashkilotiga seni a'zo qilib olyapti. Ular qilganini sen ham qila olasan-ku. It, mushuk, sichqon, maymun, ilon, chayon, qurt qo'ng'iz yeydigan xitoylikchalik aql yurita olmaysanmi? Qurt qo'ng'iz degan xitoychilik aql yo'q ya, seni paqlayib turib. Alloh halol qilgan narsalarni yeb turib, qo'y, mol, tuya go'shtini yeb turib, senda xitoychalik siyosiy fikr, siyosiy iroda yo'qmi? Sen qanday siyosiy rahbarsan? Xitoy shuncha tahlika bilan ostonangga kirib, ajdahosini ko'tarib, milliy bayramini nishonlagan bo'lsa, ular seni tilingni qo'llamasa, do'konlarning ustiga xitoycha yozuvlarni yozib olsa, seni tilingni pisand qilmasa, buni xavfini his qilmagan bo'lsang, qanday qilib o'zbekman deysan? Qanday qilib qirg'izman deysan? Qanday qilib qozoqman deysan? Qanday qilib tojik? Qanday qilib qoraqalpoq? Qanday qilib turk va tatar bo'lasan? Sen bugun Turkiston xalqi dushmanining tahlikasini farq etmagan bo'lsang, aslida haqiqatdan qo'rqinchli holat. O'zingni qiyomatingni, o'zingni boshingga keladigan baloni hozirlab qo'yganing shu aslida. Bundan Alloh saqlasin. Xitoy mana avval borgan joyda ana shu joyda birinchi dinini yo'qotadi. Chunki din bo'lmasa odam o'zini ham unutadi. Undan keyin dindorlarni olgandan keyin millatga qaradi. U dinsiz bo'lmasa ham u Uyg'ur bo'ldimi, o'zbek bo'ldimi bo'ldi. U bilan kurashadi, albatta yo'q qiladi. Undan keyingisi mana kelamiz boyliklarga keladi. Mana shu Sharqiy Turkistonda qanday boyliklar bor edi. Avval ana shu boyliklardan odamlar o'zlari foydalanardi. Hozirgi kunda qanday boyliklar bor edi, ularni Xitoy toshib olib ketyapti va uni Sharqiy Turkistonga qaytarib bermayapti, o'ziga sarflamayapti. Shu haqida gap. Sharqiy Turkistonda hozirgi kunda 170 dan ortiq yer osti va yer usti boyliklari bor. Bundan 20 yil avval Xitoy 138 xil boyliklar bor degandi. 8 xil boylik bor degan. Bugungi kunga kelib yana qidirib topib 170 dan ortiq boylik turlari bor deb e'lon qildi. Bunday boyliklar o'zi zotan Turkiston zaminini hammasida bor bo'lgan boyliklar. Qirg'izistonda, O'zbekistonda, Tojikistonda hammasida shunday boyliklar to'la. Bugun Xitoy e'tibor qaratgan narsa ham shu yer osti boyliklari aslida. Xitoy bir davlatning boyligini egallab olishida bir necha yo'llar foydalanadi. Birinchi bosqichda xalqni ogoh etadigan ilm ahli ulamolarini, iqtisod egalarini va oq-qorani farqiga boradigan ongli kishilarni qamab oladi. Keyingi bosqichda yer osti boyliklari va konlarni egallaydi. Oxirida baribir Uyg'urni ham u yerlarda ishlatmaydi. O'zining Xitoyligi kelib qidirish va qazish ishlarini olib boradi. Uyg'ur xalqi hozirda kambag'al faqir, o'z yurtida turib yaxshi ishlarda ishlay olmaydi. Bugun xuddi shu holatlar O'zbekistonda sodir bo'lishni boshlagan. Xuddi shu bosqichlardan o'tib kelib, O'zbekiston konlarini Xitoyga berib yubordi. Qirg'izlar ham konlarini Xitoyga berib yubordi. Qozoqlar yeri bilan birga berib yubordi-ku. Siyosiy rahbarni bunday qilishiga haqqi yo'q. Bugun qirg'iz oltin qaziladigan kumushkonni Xitoyga beribdi. Xitoy u joylarni o'ziniki qilib olib, xohlaganidek palapartish qazib kovlab, xohlagan ishni qilyapti. U joydagi qirg'iz aholisi bo'lsa kambag'al. Xohlasa u joydagi qirg'izlarni urib tepib xorlayapti. O'zbekni ham xuddi shunday xohlagancha urib kaltaklab xorlayapti. Qozoqni ham shunday qilyapti. Bu asosiy masala. Ularni dinni va madaniyatni yo'q qilishidan maqsad bu yerni va bu boyliklarni egallab olaman deydi. Tuproqqa ega bo'laman deyishini sababi bu boylik. Zotan boylik bo'lmasa inson yashay olmaydi. Insonni yashashi uchun yer kerak. U yer ketgandan keyin boylik hamma narsa ketadi-ku. Xitoyning birinchi maqsadi shu boylikni tortib olish. Bugunga kelib Xitoy O'zbekistonda bozorni egallab oldi. Xitoy O'zbekistonda bozorni egallab oldi.
U bozor bir millatning kundalik kunini kechiradigan tirikchilik manbai. Bozor qo'ldan ketdi degani hokimiyat qo'ldan ketdi degani. Qirg'izistonda ham, Tojikistonda ham bozorlarni egallab olyapti. Ular ham yetmagandek konlarni, yer osti boyliklarini egallab olyapti. Shuncha narsadan keyin nima qoldi sotmaganing, ey siyosiy rahbarlar? Bu bozor bilan konlarni Xitoyga sotib yuborgan bo'lsang, yana nima qoldi senda yana sotmagan? Bitta shu o'zing qoldingmi sotmagan? O'zing qoldingmi? Bundan keyin o'zingni ham sotasanmi? Bu siyosatchilarda aql qayerda qoldi? Bugunga kelib qirg'iz, qozoq, o'zbek, uyg'ur, turkman bir-biri bilan kelishmovchilik qiladi. Bir-biri bilan urushib qolsa, Xitoydan yordam so'raydigan bo'lgan. Xitoyni xavfsiz omonlik beradi, bir muhofazachi deb qabul qiladigan darajaga kelishdi. Bularning hammasi aql yuritmayotganligidan kelib chiqayotgan narsalar. Mana Xitoy hozir Mo'g'ulistonni 43% yerlarini bosib olgan. Undan keyin Sharqiy Turkistonni bosib olgan. Sharqiy Turkistonni hududi Xitoyning 4dan 1 hududiga teng keladi. Shunaqa. Endi bu joyni bosib olgandan keyin hududini kattaytirdi, boyliklarni o'zlashtirdi. Endi bular nima qilyapti? Borgan sari endi O'rta Osiyo shu Qozog'istonga kiradi. O'rta Osiyoda birinchi navbatda Qozog'istonga kirib keladi. Eng yeri katta va aholisi kam Qozog'iston bo'ladi. Tuproq eng ko'p, nopos oz, odam oz. Qirg'izistonda ham shunday. Endi bu yerda 40 millionlik o'zbek bor. O'zbek bor. O'zbekistonni yo'qotish bu biroz qiyin deydi. Buning zo'r deydi. Ammo buni ham hal qilamiz deydi. Nima orqali deydi? Pul bilan. Diplomatiya orqali chiroyli yo'l tutib, O'zbekistonni hal qilib olsak, bu yerdagi qolgan qirg'iz, qozoq, tojikni erta kunda hal qilib bo'ldik deydi. Shuning uchun O'zbekiston xalqi, O'zbekiston olimlari, siyosatchilar ogoh bo'lishi kerak. Chunki O'zbekiston masalasi butun Turkiston dunyosini o'z ichiga qamrab oladigan hal qiluvchi masala. O'zbekistonning Xitoy qo'liga o'tib ketishi butun Turkistonga ofat olib keladigan ish. Bu joyda asosiy rol o'ynaydigan kishilar o'zbek xalqi, o'zbek hukumati, o'zbek davlati. Hozir mana Xitoy xavfidan ogohlantirgan faollar yoki oddiy fuqaro Xitoy xavfidan ogohlantirsa, Xitoy undoq, Xitoy bundoq xatari bor desa, o'shalarni hozir xalqni oldiga olib chiqib uzr so'rattiryapti. Yo'q, bu sal odamlarning ichida Xitoyga nisbatan qo'rquv paydo qilgan deb uzr so'rattiryapti. Tam go'zal yamishadi. Bu juda muhim narsa. Eng kulminatsion nuqtasi shu yerda. Xitoyni yomonlagan odamlarni chiqib turgani yaxshi narsa. Odamlarni ogohlantirib turgani yaxshi ish. Bu narsalar shundoq qolmaydi endi. Taniydi. Shu orqali taniydi. Shu orqali Xitoyni taniydi. Bu Xitoy xavfli dushman. Endi ularni uzr so'rashga majbur qilayotganlar nima uchun uzr so'rattiradi? Aslida uzr so'rashga ham hojat yo'q. O'sha uzr so'rashga majbur qilayotgan xoinlarni xalq taniydi. Shu orqali tanib bilib oladi. Xitoy eng xavfli, vahshiy, qabih dushman ekanini doimiy aytib turishimiz kerak. Men shu yerdaman. Xitoyni yomonligidan doim ogoh etib kelaman. Xitoy bu gaplarni eshitsa ham qiyqirib yuboradi. Xitoyni yomonlamaysan deb menga ham chiqishdi. Xitoy to'g'risida gapirmagin deb taklif qilishdi. Sizga ham taklif qildim shu. Yomonlamadi. Xitoy to'g'risida gapirmaysan deb. Bugun bu narsa juda muhim. Bu narsalardan Xitoyning xavfidan doimiy shaklda media orqali odamlarni ongiga singdirib, ogohlantirib borishimiz kerak. Ya'ni Xitoyni saxovatchi, Xitoyni hamkor, Xitoy bilan biz taraqqiyotga erishamiz degan bu xato tushunchani olib tashlashimiz kerak. Xitoysiz ham biz yashay olamiz. Xitoysiz ham biz taraqqiy eta olamiz. Xitoysiz ham biz kuchli bo'la olamiz degan tushunchalarda bo'lishimiz kerak. Bu Shanxay tashkiloti degan narsalarga aldanmasligimiz kerak. Undan ko'ra turkiy davlatlar birligini kuchaytirishimiz kerak. Buni siyosiy, harbiy, iqtisodiy kuchga aylantirishimiz kerak. Adabiyot va san'atni birlashtirishimiz kerak. Hatto o'rtada hamma qo'llaydigan hamkor yozuvni tashkil qilishimiz kerak. Biz hamma turkiy millatlar hamma o'qiy oladigan, yoza oladigan, Chig'atoy yozuviga o'xshash, Usmonli yozuviga o'xshash hamma o'qiy oladigan alifbo birligini barpo qilishimiz kerak. Bu ish barcha turkiy davlatlar birinchi galda amalga oshirishi kerak bo'lgan muhim ishlardan.
2016-2017 yillarda biz davlatga ham taklif bergan edik. Bu narsalarga jiddiy ahamiyat beraylik deb. Turkiy davlatlar bir siyosiy irodaga ega markazlashgan turkiy davlatlar birligi degan narsaga e'tibor qaratishlari kerak. U siyosiy iroda nima deyilsa, bu turkiy xalqlar bir-birimizga do'st. Biz qarindosh. Biz ikki jihatdan qarindoshmiz. Birinchisi aqida, e'tiqod jihatdan dinimiz islom. Ikkinchisi bizning qonimiz turk. Uchinchisi geografiyamiz bir. To'rtinchisi dushmanimiz bir. Bizning dushmanimiz Xitoy. Bu dushman Turkiston xalqining dushmani. Musulmon ummati islomning dushmani. Rusni ham dushmani, Amerika, Yevropa, xristianlar ham eng xavfli, qabih dushmani. Bundan inson zoti borki, ogoh bo'lish kerak. Amerika ham dushman deb ko'ryapti Xitoyni. Yevropa ham dushman deb ko'ryapti. Shuning uchun bir Amerikani eshitib qolamiz, u yerdagi Uyg'ur birodarlarni haqida bir qayg'urib qo'yadi, oz-moz. Bu joyda Amerika haqiqatan ana shu joydagi insonlarga qayg'urganidanmi yoki o'zini manfaati bormi? Shu Yo'q, ular musulmonlarni o'ylab ish tutmaydi. Hatto Amerika ham, Yevropa ham Xitoyni o'ziga dushman deb ko'ryapti. Ularda ba'zi aqlliman deganlar Xitoy rostdan ham dushmanmikan, bu holatda davom etsa nima bo'larkin deb aytishyapti. Amerika Xitoyni o'ziga ozroq bo'lsa ham ta'zim qilib, labbay deb tursa bo'ldi deydi. Shuni o'zi bizga yetarli deydi. Agar Xitoy ozgina Amerikaga ta'zim ko'rsatsa, Amerika yana Xitoy bilan yaxshi bo'lib, musulmonlarni bir chetga surib qo'yadi. Ular o'rtasida ozgina manfaatlar bor xolos. Ular hech musulmonlarni tashvishini qiladigan emas. Ular hali Xitoyni o'zlarining dushmani deb qaror bergani yo'q. O'zi asli Xitoy Amerikani ham, Yevropani ham, O'rta Sharqni va islom dunyosini ham dushmani. Bu Xitoy degani har qanday millatning jonli va jonsiz narsalarning eng razil, eng qabih, eng yovuz dushmani. Uyg'urlarning xalq maqollar bo'ladi-yu. Mana shu Xitoy xalqiga nisbatan aytiladigan bitta yoki ikkita bir dona bir maqol aytib bera olasizmi? Shu bilan suhbatimizni yakunlasak. Ya'ni Xitoyliklarda aks ettiradigan, Xitoyliklarda qisqa o'sha maqolda tushuncha beradigan xarakteri haqida, ularni yomonligi, tajovuzi haqida bir maqollar bormi sizlarda shunday? Bizning xalqimiz Xitoyning xataridan ogoh etadigan, ularni yomonligini ifoda qiladigan maqolalar yaratmadik. Eng xatarli tarafimiz ham shu o'zi. Xitoyni dushman deb ko'rmagandan keyin undan ehtiyot bo'lish degan narsa ham bo'lmadi. Ya'ni Xitoyni saxovatchi, bizga yordam qiladigan, mo'min banda degan narsani singdirib qo'ydi. Bu bizga keladigan falokatning eng boshlanish nuqtasi shu edi. Subhanalloh. Ya'ni shu darajada tanimaganligini bilmaganmiz. Tanimagan. Biz shu narsalarning azobini chekishimizni ko'rib turib ham ularni tanimayapti-ku. Bugun O'zbekiston delegatsiyasi Sharqiy Turkistonga borib, Uyg'urlarning holatini ko'rib, yana Xitoylikni to'g'ri deyapti. Qozog'iston, Qirg'izistondan borgan delegatsiyalar ham Xitoynikini ma'qullab kelyapti. Tojikiston ham xuddi shunday. O'zi aslida bu millatlar bilan, hatto tojiklar bilan ham Sharqiy Turkistonda birga aralashib yashaymiz. Ajratish yo'q. Mana shu paytgacha qarang, Xitoy haligi milliy bog'da parad o'tkazgunga qadar, o'sha bayroqlarni ko'tarib o'tkazgunga qadar Xitoy haqida bu darajada odamlar ogoh bo'lmagan, bir-birini ogohlantirmagan edi. Xavfli bu demagan. Shu paytgacha qarang, Xitoy O'zbekistonning o'zida 3500 ta zavod, korxona, fabrikasini qurib bo'libdi. Falokat degan mana shu. Bu mana shu parad sabab bo'ldi, odamlarda uyg'onish bo'ldi. Shu narsani siz bir yaxshilik ko'rasizmi? Ya'ni shu sabab bo'lib hamma turkiylar, hamma o'zbeklar, hamma mana shu Xitoyda ogoh bo'lib, shu joyda to'xtarmikan? Nima deb o'ylaysiz? Yoki 3000 dan oshiq zavod, fabrika qurdi degani, o'sha yerlarni %50 ishg'ol qilib bo'ldi degani bu. Xalqni uyg'ongani yaxshi. Çok güzel iş bu. Bu kadar xalq uyg'onmagan shu kungacha. Shu hozir yaxshimi shu darajada? Yaxshi, çok Yani güzel. nima qilish kerak? Buni texnik güçlendirishimiz kerak. Bu xalqni ogoh qilish ishlarini yanada kuchaytirish kerak. Siyosatchilar bundan keyin jiddiy shaklda o'zlarini isloh qilishlari kerak. Qirg'izistonda ham shunday, Qozog'istonda ham shunday, Tojikistonda ham shunday, Turkmanistonda ham shunday. O'zlarining ustilarida jiddiy ishlashlari, o'zlarini isloh qilishi, Xitoy bilan bo'ladigan diplomatik munosabatlarda ularni mamlakatdagi faoliyatini man qilishi va cheklashi kerak.
Aks holda millat qo'ldan ketadi. 2050-yilga borib 70% o'zlashtirib bo'ladi. Ungacha jiddiy bir shaklda Sharqiy Turkistonda qo'zg'olonni yuzaga keltirishimiz uchun bizga yordam berishlari va qo'llashlari lozim. Har qanday bahona sabab bilan Uyg'urlarni Xitoyga berib yuboradigan, ularni kamsitadigan ishni, mayli qozoq, mayli qirg'iz, mayli tojik bo'lsin, bunday ishni qilmay, aksincha ular meni qarindoshlarim, do'stim, bu yerlar mening vatanim. Xitoy bo'lsa bizni umumiy dushmanimiz, ishg'olchi, bizni aqidamizga, e'tiqodimizga, qadriyatimizga qarshi eng qabih dushman degan tushunchalarni singdirib olsak, qolgan harakatni o'zlari qilaveradi. Mana shu tushuncha juda muhim. Mana shu Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur birodarlarimizga qilib turgan zulmda sizlar ko'p bora dunyoga aytgansizlar. Mana shu zulmni bizga qilmaydi deb o'ylaydi hozir o'zbeklar. Shu haqida mana shu o'zbeklar qilmaydi deb o'ylaydi. Shunday insonlarga nima degan bo'lasiz? Ya'ni bu qanday qilib bu inson borki, ongli shaklda o'zining qavm qarindoshini yaxshi ko'radigan, qarindoshlar tarafida turadigan tabiiy fitrat bilan yaratdi Alloh taolo. Barcha payg'ambarlarni o'zining qavmidan yuborildi. Ular mushrik qavmini ey qavmim deb ogohlantirgan. Shu gapni o'zi ey millatim deb ogohlantirgani bo'ladi. Butkul payg'ambarlar ey qavmimdaglik, ey millatim degan gap shu. Bugun qanday qilib Xitoy tarafida Uyg'ur qarindoshimga kelgan narsa menga kelmaydi deb o'ylaysan? Nimaga asosan bunday o'ylaysan? Bunday o'ylashga sabab nima? Mana biz Uyg'urlar yurtni bersak, ularni saxovatchi deb qabul qilsak, bayrog'ini ko'tarib bersak, tuproqni bersak, mayli yashayver deb hamma narsani qilib bersak, yana Uyg'urlarga shuncha yomonlik qilyapti. Shu Uyg'urlarga qilgan yomonliklarni senga qilmaydi deb o'ylaysanmi? Bundan keyin xuddi shu muomalani senga ham qiladi. Bugun seni yurtingga borib, ajdahoni ko'tarib o'zlarining milliy bayramlarini nishonlagan bo'lsa, 10-oyning 1-kunida mustaqillik kunini nishonlagan bo'lsa, 7-oyning 1-kunida nishonlagan bo'lsa, bu tuproqlar bizniki degan bo'ladi shu. Ular mana bu boshliqlarni, Shavkat Mirziyoyevni, Qosim To'qayevni, Sadir Japarovni, Imomali Rahmonni, Gurbanguli Berdimuhammedovni, bularni hammasini qo'g'irchoq deydi. Qo'rchoq deydi. qo'rchoq deydi ular. Ha, qo'rchoq bu. Biz bugun turadi. Diplomatiya yo'li bilan egallaymiz deydi. O'zbekistonga xitoyliklar vizasiz kirish rejimini qo'lga kiritishdi-ku. Qozog'iston ham shunday. Bu vatanga xoinlik qilganlar qozoq xalqiga, Qozog'iston tuproqlariga hamda Turkiston xalqiga xoinlik qilib, tuproqlarni Xitoyga sotishi xiyonatdan boshqa narsa emas bu. Ularni bunday qilishga haqqi yo'q edi. Bu Xitoy eng xatarli, qo'rqinchli, qabih dushman, tajovuzkor, ishg'olchi, qaroqchi, Turkiston diyorida yashashga haqqi yo'q. Haqqi yo'q, yashatmaymiz. Bu hadisda kelganidek mo'minlar bir jasad kabidir. Agar bir joy og'risa, qolgan hamma jasad shikoyat qilgandek, biz hozirgi kunda mana shu hadisga muvofiq yashamayapmiz. Sharqiy Turkistonda Uyg'ur birodarlarimiz, bizni ham millatdoshimiz, ham dindoshimiz ozorlanyapti, zulm ostida, lekin biz jasad bo'lganimizda, masalan, tishimiz og'risa, hamma joyimiz og'riydi. Boshimiz og'risa, hamma joyimiz og'riydi. Biz mana shunday og'riqda chekmayapmiz. Mana shu og'riqni his qilmayapmiz. Aynan mana shu nuqtamiz bo'lsa kerak bizni. Uyg'urlardan ibrat olmaganimiz, bu hadisni ko'pchilik anglamaydi. Tishi og'risa, oyog'im og'riyapti deb o'zini yupatadi. Bu hadisni aslida musulmonlarni o'zaro siyosiy irodasini o'stiradigan, shakllantiradigan deb bilishimiz kerak. Hamma arablar Xitoy tarafida hozir. Uyg'urlar yaxshi yashab yotibdi. Xitoylar Uyg'urlarga tegmayapti deb olishgan. Unday bo'lsa, bu hadisga amal qilish qayerda qoldi? Musulmon bir-biriga aka-ukalardir degan din qayerda qoldi? Hozirgilar Xitoyni qarindosh qilib olishdi. Xitoyni o'zlariga do'st qilib oldi. Xitoyni saxovatchi qilib oldi. Amerikaning qarshida Xitoy bor edi. Buni ayrim program ishlaydi. Va yana bitta sabab bu O'rta Osiyo yerlariga investitsiya kiritadi, sarmoya kiritadi, pul beradi, qarz beradi va uni evaziga shart qo'yadi. Shu shartlarning ichida Sharqiy Turkiston haqida so'z ochmaysan degan shart qo'yadi, to'g'rimi? Hamma hamkorlariga shunday shart qo'yadi. Tayvan, Sharqiy Turkiston, Tibet haqida so'z ochmaysan deydi. Bu yerlar Xitoyning yerlari, Xitoy bir butun davlat deydi. Agar bu joylar Xitoyniki bo'lsa,
Nega sen bu joylarni Xitoyniki deb aytishimizni talab qilyapsan? Agar Xitoyniki bo'lsa, bu da'voga hojat ham yo'q-ku. Ha, demak, o'zing ham bilasan, bu Sharqiy Turkiston alohida davlat ekanini. Shuning uchun ham bu haqida o'zing birinchi bo'lib gap ochyapsan. Sharqiy Turkiston mustaqil davlat. Buni mustaqil davlat qilib yana quramiz. Turkiston diyori bilan bir jasadga aylantiramiz. Turkiston xalqini umumiy Xitoyga qarshi turadigan siyosiy ong, siyosiy irodani shakllantirishimiz lozim. Bu juda muhim. Bunga butun xalqni oyoqqa turgizishimiz kerak. Buning butkul xalqni qo'zg'ab chiqishimiz lozim bunga. Inshaalloh bu xatarlardan ogohlantiramiz. Bu Xitoy hech insoniyatga do'st bo'lmaydi. Yo'q, do'st bo'lmaydi. Birodarlarimizga qilgan zulmi bizga ibrat bo'lish kerak. Mana shu narsalardan biz ibrat olishimiz kerak. Sizlar yo'lda oxiridasizlar. Biz yo'lda boshidamiz. Yo'lda boshida turib, sizlarga qarab turib biz qayerga qarab borayotganimizni bilishimiz kerak. Tushunishimiz kerak. Bu narsalarni ko'z oldimizga keltirishimiz kerak. Mana shu narsalarni inshaalloh shakllantirsak, keyin bularga qarshi turamiz. Sizga ham tashrifingiz uchun rahmat aytaman. Alloh taolo sizlarda bu musibatlarni tezroq aritsin. Bu ozod Sharqiy Turkistonni tezroq yana ozod bo'lib, yana o'zini dinini, shiorlarini ochiq e'lon qilishga, yana millatini boshini ko'tarib yurishga mana shunday bir azizlik kunlarini kelishini davlatimizni qurishga muvaffaq qilsin Alloh. Alloh o'zi muvaffaq qilsin. Tashrifingiz uchun yana bir bor rahmat, xush kelibsiz. Rahmat. Allah salomat qilsin. Rahmat, Alloh razı olsun. Alloh qabul qilsin. Barliq xizmatlaringizda Alloh razı olsun. Alloh sizdan ham hozirgi kunda qilib turgan xizmatlaringizni va bundan keyingi xizmatlaringizni Alloh o'zi ajrlarini ko'paytirib bersin. Bu dinda, millatda g'amida qilib turgan ishlaringizni Alloh bardavom qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh.